Mudhish bir hodisa o'rtadi dilni, hammani yig'latdi, mum bosdi tilni. Bugun seni so'nggi manzil kutmoqda bolam, yurakni tilmoqda endi shu nolam. Aybdor qilib seni millating uchun, joningga ko'z tikdi yovuz bir qotil. Onang qon yig'ladi zamin. Qobil, umringga ko'z tikdi johil. Yo Tangrim, asragin musofirlarni, zolimga bermagin musofirlarni. Bola chaqa yoki ro'zg'or dardida yurganlarin asra musofirlarni. Uxla Qobiljon, tinch uxlab olajon. Bu dunyo seni asray olmadi jon. Ko'z yoshlar yerga, yuraklar konga. Begona bolalar ketmasin yana. Onalar yig'ladi, osmon jim turmadi. Farzand dardi yurakni tilib o'tmadi. Beguna jon edi, gunohi yo'q edi. Qobiljon xotirasi qalblarda tirkandi. Allah rahmet mahfiyat etsin Qobiljon. Azizlar, internet tarmoqlarida kecha 16 dekabr kuni bo'lib o'tgan mudhish qotillik haqida albatta sizda ham xabaringiz bo'lsa kerak. Kecha Odintsovskiy rayonida maktabda 10 yasharlik tojikistonlik bolani 15 yasharlik maktab o'quvchisi maktab binosida vahshiylarcha pichoqlab o'ldirgani haqida videolar tarqaldi. Allohim hech qaysi ota-onaga bunaqa farzand dog'ini ko'rsatmasin. Hech kimga. Yolg'iz ona ekan, tojikistonlik bu ayol, turmush o'rtoqlari o'tib ketgan ekan, domrabotnitsalik qilib, уборщицalik qilib farzandlarini o'qitib,
kun kechirayotgan ekanlar. Albatta bu oilaga o'zimizda ta'ziyamizni bildiramiz. Allohim ularga sabr toqat bersin. Farzandlarini o'zi rahmatiga olgan bo'lsin iloyim. Aziz ota-onalarga qaracha aytmoqchiman. Azizlar, siz hozir Rossiyani umuman orzu qilmang. Men videolarimizdan keyin ishga bizani chaqiring, farzandimiz bilan boraman deydigan ota-onalarga iltimos qilib murojaat qilmoqchiman. Hech qachon Rossiyani orzu qilmang. Yarimta non yesangiz ham O'zbekistonda, Tojikiston, Qirg'izistonda o'yizga o'tirib yeng. Rossiyani hozir umuman orzu qilmang, chunki hozir Rossiya, Moskva oldingi ahvolda emas. Bizani millatlarimizga bo'lgan ularni nafrati kundan kunga kuchayaptiki, hech qachon kamaymayapti. Hattoki mana shu 15 yoshlarlik qotil ham ularni millatini so'rayapti. Azizlar, masladan iltimos qilib so'rardim. Hech qachon orzu qilmang. Oila boshliqlariga qarab aytmoqchiman. Farzandingizni, turmush o'rtog'ingizni hech qachon o'ziz bilan olib kelib sarson qilmang. Alloh sizga kuch-quvvat bersin, baraka bersin. Kelib Sizonga ishlab ketib, o'zingizning yurtingizga, o'zingizning oilangizning bag'riga qayting. Yana bir narsa, ko'pchilik voyaga yetgan 18 yoshdan 35 yoshgacha, 40 yoshgacha bo'lgan farzandlarini albatta pul topish uchun Rossiyaga yuborishyapti. Tilni bilishmaydi. Aeroportga kelib tushishgandan keyin, yo bo'lmasa dokument qilishganida, yo bo'lmasa FMS ga dokumentsiz tushib qolganlardan keyin tilni bilishmaydi. Ularga tarjimon bermay, qanaqadir qog'ozlarga qo'l qo'ydirib olib, majburan ularni urushga jalb qilishyapti. Ularni urushga yuborishyapti. Farzandlaringiz bedarak yo'qolyapti. Ularning jasadlari begona joyga qolib ketyapti. Shuning uchun ota-onalarga, o'zimizning xalqimizga o'tinib so'rayman, yolvorib so'rayman. Hech qachon Rossiyani orzu qilib, kelib berga ishlayman demang. Biz necha marta video chiqaryapmiz. Bizning ishlarimiz Rossiya territoriyasiga dokument bilan yurganlar uchun. Shuncha harakat qilyapmiz insonlarni yaxshi ishga joylashtirishga, lekin O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz, kelaman degan gapni gapirmang. Hech qachon sizni o'zingizning yurtingizdan qo'ymasin. Yarimta non yesangiz ham tinchgina o'zingizning yurtingizga o'tirib yeganingiz ma'qul. Буду тебя в раю встречать. Господь будет за тебя заступаться в судный день. И будет просить у Аллаха, но меня тоже веди в рай, о Аллах. И Всевышний Аллах, иншаллах, Он детям не будет отказывать. И ты, иншаллах, как раз таки будешь в раю со своим ребенком. Поэтому прояви терпение, да, прими то, что Всевышний Аллах. Даже вот эта вот тварь, которая его убил, в любом случае этому ребенку вот Всевышний Аллах только вот это 11 лет, и больше он не мог жить. Всевышний Аллах захотел его забрать. Значит, ребенок был хороший, значит, ты хорошая, что Всевышний Аллах захотел вас так испытать. Но мы все умрем. 270 тысяч? Я знаю, Нилуфар. Я знаю. Я знаю, когда ты будете жить, Нилуфар, жить же надо еще. Вы же жить. Тебе же мальчика еще воспитывать надо. Это, иншаллах, он в раю тебя будет ждать, Нилуфар. Иншаллах, твой сын тебя в раю ждет. Альхамдулилля, что Всевышний Аллах, он справедливый, он ждет в раю. Нилуфар, это 270 тысяч вот с нашего ЖК. Пусть Всевышний Аллах даст тебе благо в нем. Аминь, я Раббиль Алямин. Аминь. Пусть Всевышний Аллах даст благо в этом деле. Аминь, я Раббиль Алямин. Русский, можно сказать, подросток убил таджика, которому было 10 лет. Он учился в 4 классе. Когда случается такое в России, никто не говорит то, что русский. Говорят то, что просто школьник убил школьника. Либо какой-то нацист убил таджика, маленького ребенка. И на этом тема закрывается, СМИ вообще на это не обращают внимания. А если бы таджик совершил это преступление, то все новостные каналы в Инстаграме, в Ютубе, в ТикТоке, везде кричало бы о том, что вот мигрант, таджик, подчеркивая еще большими шрифтами, пришел и убил нашего русского школьника. Несправедливость была, есть и будет. Когда вот мусульманин совершает такое преступление, да, сразу же приписывают сюда и религию, и всех мусульман, и от этого потом страдают все мусульмане. Таджики, узбеки, киргизы,
те мусульмане, которые проживают в Российской Федерации. Их будут депортировать, их будут сажать, называть террористами и так далее, и так далее, и так далее. Почему вот эта вот несправедливость процветает? Почему государство не контролирует? Группа людей, да, собираются, травят молодежь, подростков, чтобы они совершали какие-то вот такие преступления. Русский язык, если так посмотреть по Конституции, наш второй язык, второй родной язык. Мы настолько уважаем русский народ, русский язык, и я веду свой блог, я говорю на русском языке. Мы любим Россию, но мы не любим тех нацистов, которые унижают другие народы, когда что-то происходит, какое-то преступление происходит. Закончу свою мысль, изучайте иностранные языки, английский, китайский, арабский. Мир открыт. Мы можем летать в любые страны, работать, продвигаться, делать бизнес и так далее. Не зацикливайтесь на одном. Работайте над своими детьми, ребят, воспитывайте, смотрите, куда они ходят, что они делают целыми днями. От этого будет зависеть их будущее. Задумайтесь, пожалуйста. Наши глубочайшие соболезнования маме Кобильджона. Пусть Всевышний даст ей терпение, сабра и стойкости, иншаллах. Потому что ей сейчас очень сложно. Я не представляю, насколько ей сейчас сложно. Поэтому делайте дуа, родные. Пусть Всевышний бережет нас всех. Türk arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bir çocuk sadece Tacik ve Müslüman olduğu için öldürüldü. Onun adına konuşmak istiyorum. Çünkü artık kendi sesi yok. Artık susamayacağım. Çünkü sessiz kalmak bizi öldürüyor. Çocuk 10 yaşındaydı. Okuldaydı. Güvende olması gereken yerde. Üstelik annesi orada temizlikçi olarak çalışıyordu. Bir pislik Rus çocuğu elinden acımasızca bıçakla öldürüldü. O bir düşman değildi. O bir suçlu değildi. O sadece bir çocuktu. Hangi millettensin diye sordular. Ve sadece Tacik olduğu için hayatını elinden aldılar. Bir kaza değil, bu bir tesadüf değil. Ben intikam istemiyorum. Ben adalet istiyorum. Suçlu kim? Cezayı kim çekecek? Adalet olmasa bu kan normalleşir. Ve o zaman soru niye oldu değil, neden sustuk olur. Sessiz kalmayın ne olursun. Adalet kendiliğinden gelmez. Adalet talep edilir. Allah'ım sen o çocuğun annesine sabır ver. 16 dekabr kuni Rossiyada o'ldirib ketilgan 10 yoshlik tojikistonlik bolaning vafoti ortidan Rossiya Xavfsizlik kengashi bosh kotibi Sergey Shoygu Tojikiston Respublikasi Xavfsizlik kengashi bosh kotibi Yusuf Rahmonga qo'ng'iroq qildi va uzr so'ragani aytilmoqda. Bu haqidagi xabar Qalampir manbasida rasman e'lon qilindi. Aytib o'tishimiz kerak, Tojikiston fuqarosining Rossiyada o'ldirilishi bu Markaziy Osiyo xalqlariga bo'layotgan qaysidir ma'noda O'zbekistonda ham, bu Markaziy Osiyoning ko'plab ommaviy axborot vositalarida ham bevosita fashistik harakat deya baholanmoqda va Rossiya tomoni bunga nisbatan Tojikiston hukumatidan uzr so'ragani aytilmoqda. کشورمون تمام هموطنان عزیز ما عزت و نصرت کامیابی ها و سربلندی ها عطا فرماید. پروردگار و پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح. Наверное, думаешь, легко говорить. Да, я понимаю, что это легко говорить. Но тем не менее, иншаллах, твой сын будет тебя в раю встречать. Твой сын будет за тебя заступаться в судный день. И будет просить у Аллаха, мою мать тоже веди в рай, о Аллах. И Всевышний Аллах, иншаллах, он детям не будет отказывать. И ты, иншаллах, как раз таки будешь в раю со своим ребенком. Поэтому прояви терпение, да, прими то, что Всевышний Аллах. Даже вот эта вот тварь, которая его убил, в любом случае этому ребенку вот Всевышний Аллах только вот это 11 лет, и больше он не мог жить.
Всевышний Аллах захотел его забрать. Значит, ребенок был хороший, значит, ты хорошая, что Всевышний Аллах захотел вас так испытать. Но мы все Уже ko'pchilik bu dahshatli yangiliklarni eshitgandir. Men bir ikki og'iz o'zimni fikrimni aytib o'tmoqchiman. Men aslo bunaqa seryozni narsa olmasdim, olmayman ham, chunki meni kontentim yumordan iborat. Bu gapim bilan ota-onalarga murojaat qilmoqchi edim. Iltimos, farzandinglar nima ko'ryapti? Internet hozir rivojlangan payt va internetda hamma o'zini xatomi, to'g'rimi bo'lsa ham fikrini aytib chiqyapti. Shuning uchun iloji bo'lsa farzandingiz nima ko'ryapti, nima qilyapti, nimalarga qiziqyapti, mana shunga ozgina bo'lsa ham qiziqib ko'ring. Bilaman, ish, tashvish, hamma narsa ko'pchilik ota-onalar farzandiga qarashga vaqti bo'lmaydi. Iltimos, qiziqinglar, nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Chunki vot ko'rib turibsizlar, bu narsa faqat Amerikada bo'lyapti desanglar yo'q. Sekin-sekin biz tomonlarga ham kelyapti va internetda soobshestvalar ko'p. Yaxshi u yomonni tushunmaydigan yoki qanaqadir og'ir emotsional ahvolda bo'lgan farzandinglar har xil noto'g'ri odamlarning fikriga qo'shilib yomon ishlar qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun iltimos kontrol qilinglar, kontrol. Ayniqsa maktab yoshidagi yosh farzandinglarga. Hozir internetda bir-biriga bo'lgan nafrat, qanaqadir noto'g'ri narsalarni qo'llab-quvvatlash, qanaqadir noto'g'ri ideologiyalarni tarafdori bo'lish bu oddiy holatga aylanib boryapti. Yosh bola o'z-o'zidan maktabga o'zi bilan nimadir ko'tarib, bugun men shu ishni qilaman deb bormaydi-ku. Uni обязательно kimdir nafratni uyg'otadi shu narsaga. Bitta odamga kunlab mana shu yomon deyursangiz, uni ko'ziga o'sha odam yomon ko'rinadi. Shuning uchun yana aytaman, e'tibor beringlar. Farzandinglar nima qilyapti, nimalarga qiziqyapti, shularga e'tibor bering. Mayli do'stlar, men bu videoni prosta qo'ymasam bo'lmasdi. Men o'ta впечатлительный odamman va bu hikoyani eshitib, ichim juda ham rostini aytsam g'alati bo'lib ketdi. Ota-onalar, iltimos, farzandinglarga e'tibor beringlar. Kamida yarim soat kuniga vaqt ajratinglar. Menimcha Qobiljon temasini hamma eshitsa kerak. Assalomu alaykum hammaga. Shu Rossiyadagi 10-sinf bolasimidi? 4-sinf bolasini tojik millatdan bo'lganligi uchun, boshqa millatdan bo'lganligi uchun pichoqlab tashlagan. Bu narsa nimadan kelib chiqadi? Shu Telegram, Instagramdagi kanallarga bolalaringlarni, asosan shu bolasi maktab yoshidagi bolasi borlar, e'tiborli bo'linglar. Shu kanallarga a'zo bo'lib qolsa, shu yo'lga da'vat qilishadi. Shuning uchun Putin ham bir aytgan edi, Rossiyaning prezidenti, bitta bo'lsa ham dinga e'tiqod qillaring deb, ya'ni islom dini bo'ladimi, xristian bo'ladimi, boshqasini dinga e'tiqod qillaring deb. Chunki bu narsa hech qaysi dinda yo'q. Vahshiylarcha odam o'ldirish hech qaysi dinda yo'q. Shuning uchun farzandinglarga e'tiborli bo'linglar. Farzandinglarni o'sha ijtimoiy tarmoqdagi Telegram, Instagramdagi profillarini nazorat qilinglar bolalaringlar. Sizlarda ham chiqyaptimi? Ertalabdan beri shuni Instagramga kirib, u yoqqa o'tkazdaman, Reels'da bu yoqqa o'tkazdiraman. Faqatgina bitta video chiqyapti. Bitta 10 yoshli shirin bolachani pichoqlab tashladi bitta bola. Oshim ichim achib, shunaqangi ahvoldaman hozir. O'zimda emasman, umuman ertalabdan beri. Ertalabda shunaqa narsa ko'rgandan keyin kechgacha odam miyasida yurar ekanda, haldan beri men xurmoni yeyman deb olib yeyolmayapman. Kimdir uyida xurmosi bo'lsa, ko'p bo'lsa, yumshab haligi sota olmasdan, tashlab olmasdan ana qilib qoqib qo'ysalaring, qishda maza qilib yeysizlar. Koreyada bir xurmosi bo'lsa ham, qari kampirlar archib ustini po'stlog'ini archib, qurtib qo'yib, qishda mana qilib yeb o'tira ham qimmat xurmoni qoqisi. Po'stlog'ini olib tashlagandan keyin naqa chiroyli qoqib bo'ladi. Juda shirin. Tashlab yormanglar. Lekin biz yoshligimizda uyimizda xurmo ko'p bo'lardi. Bunaqa narsa bilmaganmiz. Koreyaga kelib bilyapman, lekin O'zbekistonda ham Urgutda ko'proq xurmoni, Urgut tumani qaytali bilmayman, eshitdim. Urgutda ko'proq xurmoni qoqib qilib chet elga chiqarishyapti ekan. Rahmonarahim. Assalomu alaykum azizlar. Kechadan beri internet tarmoqlarida bir mavzu portlayapti va hammani yuragini lahzaga soldi. Qobiljonni Alloh jannatlar bilan siylasin. Joyi jannatda bo'lsin. Endi men yuragimdagi gaplarimni she'r qilib yozdim, jim tura olmadim. Hammaga ta'sir qilgandek menga ham juda yomon ta'sir qildi.
qanday zamon keldi, qandayin zamon. Nahot nomardlarga to'lmoqda har yon. Dunyo urushlarga to'lgan bir vaqtda onasini yig'latib ketdi Qobuljon. Yaxshilar o'lsa-yu, yomonlar omon, bilmaysan kimdandir qilishni gumon. Suriya, Falastin sovmay turib, oilasini yig'latib ketdi Qobuljon. Oxir zamonmi bu, tushunmam hamon. Dunyo bo'linmoqda tomonma tomon. Dunyoga ustunlik talash bir paytda ulusni yig'latib ketdi Qobuljon. Nadomatki yaratganga yolvorib deya olmasman. Murg'ak jonim qaytib ber, ular seni o'ldirdi endi borib. Hammasini Allohimga aytib ber.